Bugun biz erkaklar reproduktiv salomatligi haqida suhbatlashamiz va ekspertimiz ajoyib shifokor Akfa universitet klinikasi urolog androlog shifokori Bahrom aka Rustamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oliy toifali shifokor, adashmasam 20 yilga yaqin ish tajribasiga ega bo'lgan ajoyib inson. Ochiqini aytsam, muammo bilan tanishish borasida raqamlarni ko'rib sochim tikka turdi. Aziz teletomoshabinlar, hozirgi kunda erkaklar jinsiy ojizligiga duchor bo'lgan insonlar soni 150 milliondan 300 milliongacha ekan. Bu murojaat qilganlar soni. Endi umumiy jinsiy ojizlikning xarakteristikasi erkaklardagi o'sha aloqaga yetarli darajadagi ereksiyani yo'qligi. Shu jinsiy ojizlik deyiladi yoki eski nomi jinsiy zaiflik yoki impotensiya ham deyiladi. Hozirgi kunda mana shu muammoning dolzarbligidan foydalangan chala shifokorlar, soxta shifokorlar va hattoki umuman tibbiyotga aloqasi yo'q odamlar bu muammoni davolash bilan shug'ullanishyapti. Ya'ni odamlar aldanib qolyapti. Mana shu malakali mutaxassisi tashrifidan foydalanib biz barcha joylarga nuqtalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Bu nima? Buning kelib chiqishi nima? Yechimi qanaqa? Nima mumkin, nima mumkin emas? Agar bemor bo'lsa, ya'ni qanaqadir kasalligi bo'lgan bo'lsa, unda bepushtlikka yoki jinsiy faoliyatni buzuvchi eng ko'p tarqalgan ikkita kasallik bor. Bu varikatsiya. Ya'ni erkaklardagi o'sha urug'dondagi qon tomiri kengayishi va ikkinchi va ko'p tarqalgani bu prostatit. Prostata bezidagi shamollash. Ular o'zida aynan mana shu kasallik borligini qanday holatda sezishlari mumkin va aynan qaysi jarayonda sizga murojaat qilishlari kerak? Eng yomoni shuki, ko'p kasalliklarni hali rivojlanishidan oldin ham bunaqa belgilari bo'lmaydi ko'pincha. Misol uchun prostatit bor yoki yo'qligini ko'p bemorlarimiz ancha vaqt o'tgandan keyin bilishadi. Ya'ni peshob chiqishida qanaqadir muammolar kuzatiladi, keyinchalik jinsiy faoliyat buziladi, jinsiy aloqada tez bo'shanish, o'sha jinsiy a'zolarda og'riqlar kuzatiladi. Undan keyingina ular birinchi o'zlari qanaqadir tabiiy dori, giyohlar ichib qabul qilib ko'rishadi-da, keyin o'sha vaqt o'tgandan keyin bizga murojaat qilishadi. Sog'lom erkak o'zi urolog huzuriga deylik, necha yilda bir yoki necha oyda bir ko'rinishi kerak yoki qanday belgilar bo'lganda shifokorga murojaat qilish kerak? Agar endi ko'rinishi shartmi sog'lom bo'lsa? O'zi ko'rinishi shart deb o'ylaymiz, ham tavsiya ham qilamiz, chunki yashirin kasalliklar juda ham ko'p. Faqat shu analiz orqali yoki o'sha ultratovush yoki boshqa apparatlar orqali bilinadigan kasalliklar juda ham ko'p. Ya'ni orasida ham xavfli kasalliklar ham bor, misol uchun rak kasalliklari bilinmasligi ham mumkin. Ayniqsa jinsiy a'zodagi prostata saratoni ko'p vaqt belgi bermasligi mumkin. Misol uchun prostata bezidagi saraton yashirin bir necha yillab o'tadi. Endi moyakdagi saraton 3 oy, 6 oy ichida ham belgi beradi-yu, lekin boshida baribir yaqqol tarzda bilinmaydi. Shuning uchun endi bir aytamizki, 1 yilda bir marta erkak kishi endi o'zini hurmat qilgan holatda o'zi uchun standart tekshiruvlar, jinsiy a'zolarni, prostata bezini va buyraklarni uziy ultratovush tekshiruvdan o'tkazish kerak. Peshob analizi, oddiy qon analizi, testosteron, ya'ni jinsiy gormon va 40 yoshdan katta erkaklarda prostata spesifik antigen degan analiz bor. Bu o'sha prostata bezidagi saraton rivojlanishini oldini oladigan, ko'rsatadigan bir analiz. Shuni topshirsa, shuni o'zi PSA analizi. Bilasizmi, juda o'rinli savol berdingiz. Biz erkaklar salomatligi haqida gapirar ekanmiz, avtomobil bilan o'xshatish qilsak bo'ladi. 3 oyda yoki 6 oyda albatta avtoservisga olib boramiz. Eng yaxshi ustani qidiramiz, eng yaxshi moyni quyamiz, eng yaxshi benzinni quyamiz. Lekin xuddi shunaqa muomala organizmimizga nisbatan amalga oshirilmaydi. Aslida avtomobil bu nima? Bu temir. Bugun bor, ertaga chirib ketadi. Inson organizmi esa bebaho. Mana vaqtida 35-40 yoshdan keyin 1 yilda bo'lmasa ham 2 yilda bir marotaba borib turishlik albatta mana shu salomatlikni uzaytirib berish imkoniyatini beradi. Aks holda biz hayron bo'lib, nimaga hozirgi kunda 80 boylar, 90 boylar
qolmadi deb hayron bo'lib o'tiramiz. Ro'ziqul aka, shu o'rinda bir savol qiynayapti. Mana oramizda yosh onalar juda ham ko'p va ular o'g'il farzand katta qilayotgan bo'lishligi mumkin. Va mutaxassisga savolim shundan iboratki, agarda kichkina o'g'il farzandlarni haqiqiy erkak bo'lishi uchun, o'zini har tomonlama sog'lom bo'lishi uchun onalar kichikligidan ham bolaning jinsiy tarbiyasiga e'tibor qaratishi kerakmi va qanday hollarda ularga e'tibor qaratishlari kerak? Albatta, tug'ilganidan keyin o'g'il bolalarning o'zini shu fiziologik tarafdan rivojlanish etaplari mavjud. Ya'ni tug'ilganida ota ham, ona ham bilishi kerakki, o'g'il bolada 1 yoshgacha jinsiy a'zolar shakllangan bo'lishi kerak. Jinsiy olat va ikkala urug'don moyakda bo'lishi kerak. Agar 1 yoshdan keyin shu narsa kuzatilmasa, ya'ni jinsiy olat ko'rinmasa, gohida shu sal to'lishganroq o'g'illarda bo'lishi mumkin yoki shu moyak agar pastga tushmagan bo'lsa, bu ham kasallik hisoblanadi. Va 1 yoshdan keyin bu kasallikni bartaraf etish kerak. Chunki 2-3 yoshda уже operatsiya qilib u moyakni joyiga tushirilsa, asoratlari ko'proq. Shuning uchun tug'ilganida demak jinsiy a'zo joyidami va ikkala moyak pastdami, shunga qaraymiz. Endi ikkinchi etap prepubertat holat 9 yoshdan boshlanadi va 13 yoshgacha. Ya'ni o'g'il bolada bo'yi cho'ziladi, soch o'sishi boshlaydi, ya'ni soqol o'sishi boshlaydi va jinsiy a'zolarning atrofida ham mayda sochlar paydo bo'ladi. Va jinsiy a'zoning va urug'donni ham o'zini o'sishi tezlashadi. Endi uni otalar biladi, ahamiyat berishadi. Agar shu 9-13 yoshda jinsiy a'zolari yoshga nisbatan yaxshi bo'lsa, o'zi bilinadi. Undan keyingi pubertat holat, o'smirlik davri, уже deyarli erkak kishi bo'ladi o'g'il. Bunaqa paytda yaxshisi, endi biza kattalar urologimiz, andrologimiz bizaga 16 yoshdan keyin kelishadi bemorlar. Bizaga olib kelsa yaxshiroq. Chunki biz o'zimiz tekshirib, o'sha moyakning ichida yoki jinsiy olatda qanaqadir kasalliklar bormi, tug'ma nuqsonlar bormi, shu varikatseli, uni ham yaqqol gohida bilinmaydi. Uni faqat mutaxassis o'zi ko'rib, agar kerak bo'lsa tekshiruvlar qilib, biz keyin aytamiz. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, aytganingizdek, ya'ni o'g'il bola sog'lom bo'lsa, 16 yoshdan keyin endi faqat to'ydan oldin ko'rishamiz deymiz o'g'il bolalarga. Agar lekin kasallik bo'lsa, misol uchun varikatselini aytaylik, o'sha qon tomir kengayib ketgan bo'lsa, darajasi hali kichkina bo'ladigan bo'lsa, unda 1 yilda bir marta kelib turish kerak u inson. Chunki o'smirlik davri juda ham tez o'tadi, o'g'il bolalar tez rivojlanadi, ham bu kasallik ham rivojlanib ketishi mumkin. Shuning uchun agar kasallik bilindi, agar faqat kuzatiladigan holatda bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda bir marta kelib turadi. Yo agar darajasi katta bo'lsa, unda o'sha 16-17 yoshda bu kasalliklarni bartaraf qilsak ham bo'ladi. O'rinli savol va hozir hayolimga bitta fikr keldi. Agar noto'g'ri bo'lsa aytib o'tasiz. Meni nazarimda aslida o'smir o'g'il bolalar bilan ota ham, ona ham har doim reproduktiv salomatlik borasida suhbatda qiynalishi mumkin. Shunday ekan 16 yoshga to'lgan o'g'il bolalarni otalar yarim soatga, 30 daqiqaga androlog shifokor huzuriga olib borsa, o'g'il bola androlog shifokori bilan yuzma-yuz suhbatlashsa, biz kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab kasalliklar va ko'plab muammolarni oldini olgan bo'lamiz. Ha, albatta. Chunki ota eta olmagan narsani shifokor eta oladi. O'g'il bola otaga eta olmagan shikoyatini shifokorga eta oladi. Shunday ekan, agar siz o'zingizni farzandingiz kelajagi borasida qayg'ursangiz, 16-17 ga to'ldirma, olib keling, suhbatlashsin. Muammo yo'q deb aytadi Olam Guliston, to'g'rimi? To'g'ri. Mabodo muammo aniqlansa, uni vaqtida bartaraf qilaylik, kelajak zurriyotlarimiz sog'lom bo'lsin. Jinsiy ojizlik yoki jinsiy zaiflik ayni erkaklarda bo'ladigan ereksiyani yetishmovchiligi yoki sustligi. Misol uchun ko'p erkaklar shikoyat qilishadi, peshobim tez-tez chiqyapti. Misol uchun jinsiy xohishim past. Agar jinsiy zaiflik desak, bu faqat jinsiy aloqaga yetarli darajadagi ereksiyaning yo'qligi. Faqat shu jinsiy zaiflik. Qolgan masalalar, misol uchun prostatit, peshob chiqishda qanaqadir muammolar, u jinsiy zaiflikka kirmaydi. Yoki jinsiy aloqada tez bo'shanish ko'p erkaklarda uchraydi, taxminan 40% erkakda uchraydi bu kasallik. U ham jinsiy zaiflik emas. Shuning uchun zaiflik deganda ayni ereksiyani sustligi
haqiqiy kasallik deb aytadigan bo'lsak, 70% holatlarda bu jinsiy a'zodagi qon aylanishini buzilishi. Bunga olib keluvchi o'sha aytib o'tganimizdek qandli diabet, ortiqcha vazn, arterial gipertoniya, stress, travmalar va operatsiyalar ham bo'lishi mumkin. Bu sabablari. Lekin 30% holatlarda bu jinsiy zaiflikning yengil holati kuzatiladi, psixologik holat. Ko'pincha o'sha yosh erkaklarda stressdan keyin rivojlanadi. Stress yoki qo'rquv yoki birinchi o'sha kechada birinchi aloqa qilganda qanaqadir o'sha hayajon tufayli rivojlanadi. Endi bu hali kasallik deb aytmaymiz. Buni buzilish deb aytsak bo'ladi. Shuning uchun ajratib olishimiz kerak. O'zi jinsiy zaiflik ayni mana shu narsa. Qolgan masalalarni ajratib olishimiz kerak, uni alohida davolashimiz kerak. Ko'p erkaklarimiz noto'g'ri tushunchaga egada. Chunki prostatit deydi menda. Kelganda menda prostatit bor, keyin so'rasangiz, yo'q, ularda prostatit emas, ularda faqat o'sha ereksiyaning sustligi kuzatiladi. Bu prostatitga ko'pincha aloqador bo'lmaydi. Erkaklarga tavsiyamiz o'zi har doim agar jinsiy faoliyat buzilayotgan bo'lsa, andrologga murojaat qilganda o'sha standart analizlar topshiriladi. Aytganimizdek, UZI, CD analizi, qon, testosteron shu kabi analizlar. Tekshiruvlar faqat shulardan iboratmi yoki boshqa tekshiruv usullari ham bormi? Endi yana bitta prostatit agar misol uchun bemorda belgilari bo'lsa, ya'ni peshob chiqishida muammo, peshobdan keyin ozgina tomchilab qolish, aloqada tez bo'shanish bo'lsa, unda prostatitni inkor qilish uchun yoki tasdiqlash uchun prostata bezining analizi olinadi. U prostata bezi massaj qilinadi, o'sha suyuqlik mikroskop orqali ko'riladida, tarkibida leykositlar miqdori 10 tadan oshiq bo'lsa, prostatit deymiz, xronik prostatit deb aytamiz. Yoki urug' analizi topshirsa, spermogrammada ham leykosit miqdori 1 milliondan oshsa, xronik prostatit belgisi deb aytamiz. Lekin shu holatda yana bitta narsani aytishimiz kerak. Agar kasallikni belgilari bo'lib, shu xronik prostatit analizlar orqali tasdiqlansagina davolash kerak bemorni. Agar analizda o'sha aytgan ikkita analizda leykosit miqdorlari bo'lmasa, ya'ni shamollash bo'lmasa, bu xronik prostatit deyilmaydi va uni davolash kerak emas. Uni sabablari juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun xronik og'riq sindromi degan narsa bor. Miofasциальный sindrom degan narsalar bor. O'sha toz sohasidagi qon aylanishi va mushaklarning buzilishi tufayli rivojlanadi. Shuni ko'plari prostatit deb o'ylab, keyin uni davolashadi. Aslida statistika bo'yicha 100 ta erkakka prostatit tashxisi qo'yilsa, haqiqatdan 5 tasidagina prostatit mavjud bo'lar ekan. 95 tasiniki Ahmadboy. Ay, Biznes. Biznes. Albatta erkaklarimiz ozgina muammoni his qilgandan keyin androlog shifokorga borishdan tortinadi, uyaladi, internetni kovlab, internetda qanaqadir bo'lar bo'lmas giyohlarni iste'mol qilishni boshlaydi. Niyatimiz yuqorida varikotsel va prostatit so'zlari tilga olindi. Bu ko'pchilikni qizdiradigan mavzu. Keling, mana shu ikkita holatni mullajlar yordamida yoritib o'tsak. Nima deysiz? Bo'ladi. Marhamat. Va navbat hammamiz ko'p bot eshitadigan varikotseli muammosiga. Mani nazarimda varikotseli bilan bog'liq bo'lgan vaziyatda tibbiyotdan ko'proq mishmishlar, ya'ni marketing ustunroq turadi. Aslida varikotseli o'zi nima? Endi varikotseli kasalligi bu erkaklardagi moyakdagi qon tomirlarining kengayishi. Asosan 12-13 yoshdan keyin boshlanadi. Ya'ni bu varikoz. Varikoz o'sha oyoqda bo'ladigan varikozni bir turi, lekin moyakda rivojlanadi. 90% holatlarda erkaklarda chap tarafida bo'ladi. Chap tarafida. Va o'sha 13 yoshda boshlanadi. Birinchi daraja qon tomirni quyilishi bilan bog'liq, to'g'rimi? Qon tomiri ham quyilishi, ham devori bo'shashib ketishi va klapanlari ishlamasligi tufayli. O'ng tomondagi vena to'g'ridan to'g'ri cava inferior, ya'ni bu bizning tibbiy anaqalarimiz. Nimaga chap tarafda rivojlanadi? Chunki chap tarafdan chiqadigan qon tomirlar o'sha buyrakning qon tomiriga to'g'ri burchak orqali tushadi. Shuning uchun gidrostatik bosim chap tarafda ko'proq. Shuning uchun qon tomiridagi bosim ham baland bo'lgani uchun devori kengayib ketadi. O'ng tarafdagi esa qon tomirining burchagi sal kamroq. Shuning uchun u yerda bosim kamroq bo'lgani uchun deyarli o'ng tarafda varikotseli uchramaydi. Demak 90% erkaklarda qon tomiri kengayadi, lekin bu kasallik emas.
kasallik hali darajasiga ham qarashimiz kerak. Og'ir ko'targandan bo'ladimi shunda? Chunki varikoz, og'ir ko'tarsang varikoz bo'lasan deyishadi. O'rinli Og'ir savol. ko'targandan yuzaga keladimi? Buni o'zini moyilligi bor. Misol uchun 100 ta erkagidan taxminan 15 ta erkagida varikotseli kasallik asli bor. Lekin darajasiga qarashimiz kerak. 15% demak bor. Deyarli hamma erkakda 100% dan 15 tasida albatta bu kasallik bor. Lekin darajasi har xil bo'ladi. Misol uchun kimdadir birinchi daraja bo'ladi, butun umr kasallik rivojlanmaydi, shu holatda qoladi, ta'sir ham qilmaydi. Bezovta ham qilmaydi. Bezovta ham qilmaydi, ularga biz hech narsa tavsiya qilmaymiz. Bir yilda bir marta faqat tekshiruvda bo'lib turadi. Lekin ikkinchi yoki uchinchi daraja bo'lsa, bemorga bilinadi. Ya'ni birinchi navbatda belgisi bu og'riq kuzatiladi. O'sha 13, 14, 15 yoshda bemor shu narsani sezadi. Birinchisi, ikkinchisi undan keyin uylangandan keyin bepushtlik rivojlanishi mumkin. Birlamchi bepushtlik taxminan o'sha va birlamchi va ikkilamchi bepushtlikni umumiy olganda, ya'ni umuman farzandsiz erkaklarda yoki bitta, ikkita farzandi bo'lib, keyinchalik yana farzand ko'rishiga qiynalayotgan erkaklarning umumiy olganda 60%, 70% da varikotseli kasalligi mavjud. Bizni qiziqtirgan ikkita savol. Birinchisi, nima sababdan varikotseli kasalligi vujudga keladi va ikkinchisi, varikotselining bepushtlikdagi ahamiyati nimada? Endi varikotselining sababini aytib o'tdik. Qon tomiri devorining kengayib ketishi va o'sha klapan tizimi bosim tufayli yaxshi sababi emas, bu ishlamasligi. ko'rinishi. Unga olib keladigan sabablar nima? Turmush tarzimi, og'ir ko'tarishmi? Yo'q, bilasizmi, u turmush tarzi ham kuchaytirishi mumkin bu kasallikni, lekin asli kelib chiqishini u genetik moyillik bo'ladi. Aynan o'sha qon tomirlarining tuzilishida. Lekin boshqa, misol uchun aytganlaridek, og'ir ko'tarish sababchi bo'lmaydi-yu, lekin shu kasallikning kuchayib ketishiga olib kelishi mumkin, sababchi emas. Lekin avvaldan u kasallik bo'lgan va qaysidir omil sababli yuzaga chiqadi. Ha, yoki yaqqol ko'rinadi yoki darajasi oshib ketishi mumkin. Ha. Nima uchun erkaklarda bepushtlik shakllanadi? Shuni aniq-tiniq tushuntirib beraylik. Asosiy mexanizm qon moyakda yig'ilib qolgani uchun o'sha varikoz qon tomirlar qon aylanishini sekinlashtiradi. Shuning uchun moyakdagi harorat oshadi. Harorat oshgandan keyin o'sha spermatozoidlarning faoliyati buziladi. Ya'ni agar mana shu hozir uzumni mana Bu shu erkak urug'lari. shunaqa deb aytsak bo'ladi. Majoziy ma'noda erkak urug'lari. Erkak urug'lari sog'lom, harakatchan, yetarli miqdorda paydo bo'lishi uchun moyakdagi harorat 35 gradus bo'lishi kerak. Ha, tana haroratidan 1 gradus, 2 gradus pastroq yuradi. Lekin qon tomirlarida qon dimlansa, o'sha joyda harorat oshadi, ko'tariladi. Va mana shu boshida bir ko'rinishda sog'lom bo'lgan erkak urug'lari go'yoki qaynayotgan suvga, ya'ni vulqonga tashlaganday bo'ladi. Shunaqa desak bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Erkak urug'larida nima o'zgaradi? Birinchi navbatda qon aylanishi buzilgani va harorat oshgani tufayli birinchi navbatda spermatozoidlarning harakatchanligi buziladi. Sekinlashadi, ya'ni aktivligi kamayadi. Aha. Va keyinchalik ishlab chiqarishi ham, ya'ni soni ham kamayishi mumkin. Keyinchalik, agar darajasi oshgan sari. Shu ikkala masala ham bepushtlikka olib kelishi mumkin. Endi yana bitta asorati bor. Qon aylanishi va harorat oshgani tufayli jinsiy gormonlar modda almashuvi ham o'zgaradi. Ya'ni erkaklardagi eng asosiy jinsiy gormon testosteron ishlab chiqarishi ham kamayishi mumkin. Ha. Taxminan 15%, 20% gacha kamayish. Endi u darajaga bog'liq. Shuning uchun ko'p varikotseli bo'lgan bemorlarda ham jinsiy faoliyat ham ozgina buzilishi mumkin. Sir emas, bu haqda ko'p ma'lumotlar ham chop etilgan. Energetik va gazli ichimliklar erkaklar reproduktiv salomatligiga juda yomon ta'sir ko'rsatadi. Keling, shularni ham ta'sirini ko'rsatib beraylik. Aytaylik, bu sog'lom moyak. Sog'lom moyakning ichida mana sog'lom erkak urug'lari. Ha, keling, hammasini solaylik, to'y-to'ydek bo'lsin. Mayli. Demak, energetiklarning o'zi asosiy ta'siri bu gormonal stimulyatsiya. Ya'ni sun'iy o'zimizni gormonlarimizni ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Sun'iy tezlashtiradi. Sun'iy gormonal sistema bizga nima uchun kerak? Yoki o'zimizni himoya qilishimiz uchun, yoki rivojlanish uchun. Energetiklar nima qiladi? Shu gormonal zaxirani tugatadi.
Ya'ni kerak emas paytda siz energetik ichdingiz. Ya'ni hech qanaqa xavf yo'q. Kechirasiz, rivojlanish ham hozir ertalabdan shart emas. Energetik ichdingiz, gormonal stimulyatsiya bo'ldi. Ya'ni kortizol, adrenalin ishlab chiqarildi, ozgina balkim boshqa gormonlar va zaxirasi kamaydi. Endi u narsani boshqa paytda ishlatishingiz kerak. Misol uchun qanaqadir xavf rivojlandi, obed misol uchun kunduzi yoki kechqurun yoki o'sha rivojlanish, jinsiy faoliyat, oiladagi munosabat uchun kerak. O'sha paytda gormonal yetishmovchilik yuzaga keladi. Chunki Va yana ertalabdan talab ishlatib bo'lingan. Ha. Asosiy salbiy ta'siri shu. Shu tarafdan biz endi tavsiya qilamiz buni. Buni ham ko'rsatib chegaralantirish. beraylik. Ya'ni Mana shu ko'pirayotgani shu gormonal stimulyatsiya deb aytsak bo'ladi. aha. Bu bamisoli qog'ozga o'xshab bir zumda yonadi-yu ketadi. Ham tez ko'pirdi, ham mana joyiga keldi. Hech narsa bo'lmagandek yana. Tabiiy Beshlikka gormonlar- sabab bo'ladi deb juda ko'p eshitganman. Bu ham to'g'rimi? Gormonal disbalansga olib kelib, ikkilamchi bepushtlikni bir sababchilaridan bittasi desak bo'ladi, ha. O'sha- Mana hozir rangi ham o'zgardi. Aha. Mana ko'rdingiz, urug'larning holati bunaqa holat, noto'g'ri, nosog'lom holatda ham rivojlanishi ham. Nosog'lom muhitda. Ha. Agar siz erkak kishi bo'la turib, gazli ichimlik, energetik va fast foodlarni ko'p miqdorda iste'mol qiladigan bo'lsangiz, tez orada bilingki, ayollashib ketasiz. Bu haqiqat. Aziz tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz o'z ishini davom ettiryapti va yana bir qiziqarli mavzu bu erkak urug'larning harakati, uning sifati va ularning bo'lajak naslga ta'siri. Endi sog'lom erkaklarda sperma, ya'ni urug' tarkibida taxminan eng kamida 1 millilitr ichida 15 million dona spermatozoid bo'lishi kerak. 15 million. 15 million. Shularning taxminan 32% aktiv harakatchanlik bo'lishi kerak. Aha. Ya'ni uni suzish qobiliyati juda ham baland bo'lishi kerak va o'zini skorosti bor. Endi uni apparat orqali o'lchaymiz. O'sha aktiv harakatli spermatozoidlar bachadonga tushib, bachadonni naylarida o'sha yetsikletkani, ya'ni tuxum hujayrani Urug'lantiradi. urug'lantiradi. Jinsiy a'zoga tushgandan keyin urug'larning ko'p miqdori nobud bo'ladi. Yo'lni o'zida faqat o'sha bachadonni nayiga tushgandan keyin eng aktiv, eng kuchli deb aytaylik, shu spermatozoidlar qoladi va o'sha tuxumni urug'lantirish qobiliyatiga ega. Ming afsus, hali hanuz o'g'il bola tug'magan oilalarda ayollarni ayblashadi. Tibbiyot nuqtai nazaridan bu qanchalik asosli? Endi shifokorlar biladi bu narsani. Erkaklar hujayrasida, ya'ni spermatozoidda xromosomalarning yarmi mavjud bo'ladi. Va bittagina jinsiy xromosoma bo'ladi yoki X xromosoma bo'ladi alohida yoki Y xromosoma, ya'ni endi qo'pol qilib aytganimizda o'g'il xromosoma bo'ladi. Demak, jinsni belgilovchi hujayralar erkak tomonidan. Erkak tarafdan har doim bo'lgan, har doim shunaqa bo'ladi. Ayollarning tuxumida esa har doim X xromosoma bo'ladi, har doim. Bitta. Ular jinsini tanlashga yordam bermaydi, ko'rsatma hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Shuning uchun faqat urug'ning ichidagi xromosomalar bu narsani hal qiladi. Shu bilan birgalikda bepushtlikda asosan ayollarni ayblashadi. Ayollarda esa tekshiruvlar doimiy ravishda olib boriladi, qayta-qayta gormonlar ichiladi, lekin ular sog'lom bo'lishadi. Nima uchun onalar o'g'liga emas, faqatgina keliniga yoki bo'lmasa faqat sen aybdorsan degan tushunchalarni ularga singdirishadi? Sabab nimada? Ha, bu ilmiy tarafdan tasdiqlanmagan ma'lumot ko'pligida. Ijtimoiy tarmoqlarda ham shu narsalarni afsuski shifokorlarimiz ham aytishadiki, urug'ni yoki qanaqadir tuxumdonni zaxirasini yoki qanaqadir kalendarlar orqali yoki oy chiqishiga yoki kun chiqishiga qarab hisoblab o'g'il qiz qilib beramiz va keyin ayollarni davolasa o'g'il bo'lish ehtimoli ko'proq ekan degan gaplar bor. Aslida bunaqa emas. Ayol kishida faqat X xromosoma tarkibidagi tuxum bor. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Ayol kishini jins tanlashida umuman ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q, o'rni yo'q. O'rni yo'q desak ham bo'ladi. Erkakka bog'liq. Bu jonlarimiz, onalarimiz kichkinaligida tepki kasali bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa qattiq shamollashlarni o'tkazgan bo'lsa, kelajagi qanaqa bo'lishidan qo'rqadi. Ya'ni o'sha bepusht bo'lib qolmadimikin? Shamollash uning kelajagiga ta'sir qilmasmikin? Avlod qoldira olarmikin o'zidan degan savollar bilan o'zlarini qiynab yashashadi. O'zi bu kasalliklar, ya'ni bu kasalliklarning soni ko'pmi yoki umuman zararsizmi kelajagiga?
Aynan tepki tepki va kasalligi. shunga o'xshash yana kasalliklar mavjudmi? Endi virusli kasalliklar juda ham ko'p. Aha. Tepkini asorati epidparatit virusi ayni o'sha so'lak bezlariga ta'sir qiladi va agar o'g'il bolalarda 12 yoshgacha rivojlansa, ya'ni 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatilsa va moyakni shishi yoki ya'ni urug'donni shamollashi kuzatilmasa, u bepushtlikka olib kelmaydi, ta'siri bo'lmaydi. Ha. Lekin 12 yoshdan katta o'g'il bolalarda shu epidparatit arxit olib kelishi mumkin. Ya'ni urug'donni shamollashi shu bepushtlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni bilishimiz kerak. Agar tepki 12 yoshgacha bo'lgan bo'lsa, Bu xavfsiz. va moyakka ta'sir bo'lmagan bo'lsa, ya'ni moyak ishmagan bo'lsa, u xavfsiz, u ta'siri bo'lmaydi. 12 yoshdan keyin esa ehtimoli bor, uni shifokor nazoratida bo'lishi kerak uni. Lekin o'shani orasida tuberkulyoz kasalligi bor. Ha. Tuberkulyoz endi buni hammasi bilamiz. Sil kasal. Sil kasalligi u hamma a'zolarda bo'lishi mumkin va yosh bolalarda ham agar jinsiy a'zo yoki siydik yo'lida bo'ladigan bo'lsa, u keyinchalik jinsiy a'zoni urug' yo'llarini yopilishiga olib kelishi mumkin. Endi u ham agar belgisi bo'lsa, ya'ni moyakda shish va tasdiqlangan apparat orqali, analizlar orqali tasdiqlangan sil kasalligi moyakda bo'lsa. Lekin bular hukm emas. Hukm emas albatta. Hukm emas, albatta bu yerda vohima asossiz. Biz o'zimiz uchun ko'plab qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Albatta, aziz tomoshabinlar, biz o'ta nozik bo'lgan mavzuni imkon qadar o'zbek ona taqdim etishga harakat qildik. Ekspertimizga alohida minnatdorchilik bildirib qolmoqchiman. Akfa Medline Universitet klinikasining malakali oliy toifali shifokori, urolog, androlog Bahrom aka Rustamov edilar. O'ylaymanki, biz siz bilan yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.